tushyapti do'stlar. Asfalt qildiryapti, обязательно shu narsani qilinglar. Uni masalan do'stlar trambovka bo'ladi. 1 tonna 400 kilo bosim bilan bosib berishadi akalarimiz. Shunday holatda bo'ladi. Agar trambovka qilmasalar do'stlar, yorilib pachaq chiqib ketadi. Eng qizig'i, sifatli asfaltimizga bitta ahamiyat bersalar, mayda yaxshi asfaltdan bo'ladi. Hamma yog'i cho'tki bo'ladi. 1 yil garantiya berishadi. Bu garantiya og'zaki bo'lmaydi, ya'ni dokumentalni bo'ladi. Ushbu uyimiz o'lchi 200 kvadrat metrda akalarimiz 6 soatda qilib berishyapti ekan. 1 kvadrat metrini xonadonlarga keladigan bo'lsak do'stlar, 65 ming so'mdan boshlab turib 70 ming so'mgacha bo'ladi. Undan tashqari ko'chalarga qildiraman sana tonna kategoriya bo'ladi do'stlar. 1 tonnasining narxi 600 ming so'mdan boshlab 650 ming so'mgacha bo'ladi. Undan tashqari akalarimiz chiroyli qilib turib mana bunday holatda zastavkalarga cho'qib berishadi. Agar metr so'yini olib bersalar, xizmati mutlaqo bepul bo'ladi. Bu narxlar ichida vodiy bo'ladi, dastavka, ustanovka, o'lchash xizmati, asfalt, usta haqqi hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Faqatgina sizdan talab qilinadigan narsa yeb ichishlarni qilib bersalar ham bo'ldi. Bu ishlarni vodiy, ya'ni Farg'ona asfalt jamoasi qilib bergan. Past akalarimiz nomerlarni qoldirib bemalol orqaga chiqaverasizlar.